Shu oxirgi ko'rganimda ham kichkina bolajon degandimda, yaxshi salomat qo'lingizga olib boribsiz. Va baribir xavflida. Yana bir narsani biling, keyin yana homilador bo'lasiz, sizda yana tez yetilib ketishi mumkin yo'ldosh. Ba'zida yo'ldosh tez yetilishi qon kamligi, qon quyuqligidan bo'ladi. Ba'zilarniki xuddi как бы nasl surganda keyingi homiladorligida ham shunday tez yetiladi-da. Mana bu bolajoningizni bunisini masalan taningiz birinchi homiladorlik bo'lgan, sog'lom bo'lgansiz, ozuqa bilan yetiltirib turgan, lekin 3-stepenga o'tib ketgan bola odatda rivojlanishi qiyin bo'lib qoladi. Так что shuni hisobga olinglar. Hali ham suvingiz uncha yomon emas edi. Bola gipoksiya bo'lganda kakashkasi chiqib ketadi dedi suvga. O'shani yutib qo'ysa, tug'ilgandan keyin yashamasligi mumkin. Поэтому keyingi safar homilador bo'lsangiz, faqat o'zimga keling, yana ko'ramiz uni. Chunki tarixingizni bilaman. Yoki har safar borganingizda yo'ldoshingiz masalasida urishib tashlaydi-da, ba'zilar hadeb savol beraversangiz. Savol beravering. Yo'ldoshim yaxshimi? Yaxshi yetilganmi yoki yetilmaganmi bilib turishingiz kerak. Sizni vaziyatingiz sal xavfliroq bo'lishi mumkin.